Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, kanalimizda xush ko'rdik. Mana bugungi videoda men sizlarga 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolajonlarimiz uchun juda ham chiroyli nimchaning to'qilishini ko'rsatmoqchiman. Bu nimchamizga 4 ta ip ketdi. 100 grammlik ipda 350 metr ingichkaroq ipda to'qidim. Sizlar albatta o'zlaring xohlagan ipdan foydalanishlaring mumkin. Mana demak, to'qishni boshladik. Menda mana shunday har xil iplar qolgandi. Mana shu iplardan foydalanib, bugun men sizlarga o'g'il bolalar uchun nimchaning to'qilishini ko'rsatmoqchiman. Bu 100 grammlik ipda 350 metr, ipim ingichka. Ip do'konlarida mana shunday iplar ham sotiladi. Bu ipdan faqat menda bir o'ram, yetmagan joyiga mana bunday qolgan iplardan foydalanaman. Birinchi navbatda etak qismining rezinkasini to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana men oldindan to'qib chiqdim. Mana bu ko'ndalanga to'qib boriladi. Sizlarga mana shu rezinkaning to'qilishini hozir biroz ko'rsatib tushuntirib o'taman. Mana demak, rezinkasini to'qish uchun 10 ta zanjir to'qidim. Agar rezinkasini enliroq bo'lishini xohlasalaring, demak yana bir nechta zanjir qo'shishlaring mumkin. Men uchun esa mana shu 10 ta zanjir yetarli. Birinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Endi mana shu o'rtadagi bitta zanjirni tashlab, ikkinchi zanjirimiz ichidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi zanjirimiz ichidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan uchinchi ustuncha to'qiladi. To'rtinchi ustuncha, beshinchi, oltinchi ustuncha, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi va oxirgi 10-chi ustunchamizni ham mana to'qib oldim. Ustunchalarimizning soni ham 10 ta bo'ladi. Ikkinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi bu qatorda biz bu ustunchalarni mana bu petlyamizning ikkala devorchasini ilib to'qimaymiz. Faqat mana bu orqa devorchasi tomonidan bu ustunchalar to'qib boriladi. Mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana demak, mana bu ikkinchi ustuncha hisoblanadi. Mana shu ikkinchi ustunchamizdan boshlab to'qib boramiz. Mana bu petlyamizning faqat bitta devorchasi ichidan kurchog'ini kirgizib, birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlyamizning ham faqat bitta devorchasi ichidan kurchog'imizni kirgizib, ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlyamizning ham mana orqa devorchasi tomonidan uchinchi ustuncha to'qiladi. Keyingisidan mana to'rtinchi ustuncha, mana petlyamizning orqa devorchasi tomonidan beshinchi ustunchamizni to'qiymiz. Mana yana petlyamizning orqa devorchasi tomonidan oltinchi ustuncha, yettinchi ustuncha, sakkizinchi ustuncha, to'qqizinchi ustuncha va oxirida mana bu joydan qatorni ko'tarishni to'qigan bitta zanjirimiz bor. Mana shu bitta zanjirimiz ichidan biz oxirgi 10-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana. Endi keyingi qatorlar ham xuddi mana shu tarzda to'qib boriladi. Faqat petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan to'qib boramiz. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, mana bu ikkinchi ustunchamiz ustidan to'qishni boshlaymiz. Demak, mana bu ikkinchi ustuncha hisoblanadi. Mana bu petlyamizning yana orqa devorchasi tomonidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlyamizning orqa devorchasi ichidan ikkinchi ustuncha, uchinchi ustuncha, to'rtinchi ustuncha, beshinchi ustuncha, mana petlyamizning orqa devorchasi ichidan kurchog'ini kirgizib, oltinchi ustunchamizni to'qiymiz. Yettinchi ustuncha, sakkizinchi ustuncha, to'qqizinchi ustuncha, 10-chi ustunchamizni mana yana qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana shu joyda bitta zanjirimiz bor. Mana 10-chi ustuncamizni mana shu zanjirimiz ichidan to'qib chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, yana bir bora mana shu qatorning to'qilishini ko'rsataman. Keyin esa o'zlaring mustaqil ravishda to'qishni davom ettirasizlar.
Mana demak, mana bu ikkinchi ustuncha hisoblanadi. Mana shu ikkinchi ustunchamiz ustidan biz to'qishni davom ettiramiz. Mana ikkinchi ustunchamiz ustidan mana bunday petlyamiz bor. Faqat mana shu petlyamizning faqat orqa devorchasi tomonidan biz nakitsiz ustunchalarimizni to'qib boramiz. Birinchi ustuncha, ikkinchi ustuncha, mana petlyamizning orqa devorchasi tomonidan uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. To'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi va oxirgi 10-chi ustunchamiz. Yana mana bu qatorni ko'tarishni to'qigan bitta zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimiz ichidan 10-chi ustunchamizni to'qib olamiz. Mana demak azizlar, rezinkaning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Nakitsi ustunchalarimizni biz har doim faqat mana bu petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan to'qib boramiz. Ustunchalarni albatta sanab boringlar, chunki ko'payib ham kamayib ham ketmasin, bo'lmasa rezinkamiz chiroyli chiqmaydi. Demak, o'zimiz uchun kerakli uzunlikda mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. Mana men o'zim uchun kerakli uzunlikda rezinkasini to'qib chiqdim. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Rezinkamiz orqa va old tomoni bir xil ko'rinishda. Mana hozir endi o'lchab ko'raman. Demak, mana 2 taxlab o'lchayman. Mana 36 sm bir tomoni. Demak, ikkala tomonni qo'shsak 72 sm bo'ladi aylanasiga. Men uchun bu yetarli. Rezinkasini to'qish jarayonida ipni qirqmadim, chunki mana bu ustunchalarning soni bizga yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun agar yetmasa yana bir necha qator mana shu rezinkasini to'qib olishim uchun mana shu ipni qirqmadim. Mana shu holda qoldirdim. Chunki yetmay qolishi mumkin mana bu ustunchalarimizning soni. Mana endi nimchamizning tepa qismini to'qishni boshlaymiz. To'qishni biz mana bu yerdan emas, ikkinchi uchidan boshlaymiz. Mana ikkinchi tomonidan, rezinkamizning ikkinchi tomonidan. Demak, mana hozir mana bu qatorlarni tushuntirib o'taman. Mana bu bo'rtib chiqqan qatorimiz bu birinchi qator hisoblanadi. O'rtadagi qatorimiz chuqurroq qator. Mana shu ikkinchi qator. Keyingisi yana bo'rtib chiqqan bu uchinchi qator. O'rtadagi chuqurroq qatorimiz to'rtinchi qator. Mana shu tarzda har bitta qatorlarimiz ustidan biz to'qishni boshlaymiz. Demak, mana bu birinchi qatorimiz, bu bo'rtib chiqqan qator hisoblanadi. Mana shu qatorimiz ustidan ipimizni o'tkazib, qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Mana shu zanjirimiz ham ustuncha hisobiga kiradi. Endi mana bu chuqurroq qatorimiz ustidan biz bitta bir nakiyli ustuncha to'qiymiz. Endi keyingi 3-chi qatorimiz bu bo'rtib chiqqan qator hisoblanadi. Mana shu bo'rtib chiqqan qatorimiz ustidan ham bitta bir nakiyli ustuncha to'qiladi. Mana demak 3 ta ustuncha to'qib olindi mana. Endi o'rtada 3 ta zanjir to'qiymiz. 1, 2, 3. Bitta nakiyli bo'lamiz. Endi mana bu 4-chi qatorimiz bu mana bu chuqurroq qator, chuqur qatorimiz. Demak, mana shu qatorimiz ustidan biz hozir 3 ta bir nakiyli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Bitta, xuddi mana shu qatorimiz ustidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Xuddi mana shu joydan 3-chi ustunchamiz to'qib chiqariladi. Mana bu 3 ta ustunchamizdan keyin o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa mana bu o'rtadagi chuqur qatorimiz ustidan 3 ta ustunchalarni to'qib chiqardik. Endi o'rtada 2 ta qatorimizni tashlab, mana bu bo'rtib chiqqan qator bilan o'rtadagi chuqurroq qatorimizni mana 1, 2 ikkita qatorni tashlab, 3-chi qatorimiz ustidan biz bitta nakitsiz ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana 1, 2. Mana bu 3-chi qatorimiz ustidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Mana yana tushuntirib o'taman. Demak, boshida 3 ta ustunchalar to'qib olganimizdan so'ng har bitta qatorlarimiz ustidan o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa 4-chi qatorimiz ustidan 3 ta bir nakiyli ustunchalarni to'qidim. Keyin mana shu nakiyli ustunchalarimizdan keyin 2 ta qatorni tashlab, 3-chi qatorimiz ustidan bitta nakitsiz ustuncha to'qib olindi. Endi yana 3 ta zanjir to'qiladi. Endi o'rtada biz yana 2 ta qatorni tashlab, mana bitta, 2 ta. 3-chi qatorimiz ustidan
bitta bir nakili ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana demak, nakitsiz ustunchamizdan keyin ikkita qatorni tashlab, 3-qator ustidan bitta nakitsiz ustuncha to'qib oldim. Keyingi bo'rtib chiqqan qator ustidan yana bitta bir nakili ustunchani to'qib chiqdim. Mana shu rus tilida rapor deyiladi. Demak, naqshimizning bir qismi. Endi keyingi qatordan boshlab biz yana mana bu qator boshida qay tarzda ustunchalarimizni to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda yana to'qib boramiz. Demak, boshida 3ta ustunchalarni to'qigandik. Mana shu tarzda hozir yana 3ta ustunchalarni to'qiymiz. Har bitta ustunchalarim, har bir qatorimiz ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. 1 2 3. Mana demak yana 3ta ustunchalarni to'qidim. Mana qator boshida ham 3ta ustunchalar to'qib olganda, endi o'rtada 3ta zanjir to'qiladi. Biz ham 3ta zanjir to'qiymiz. 2 3. 3ta zanjirdan keyin keyingi qator ustidan biz 3ta bir nakili ustunchalarni to'qib chiqargandik. Demak, mana bu joyda ham keyingi mana bu bo'rtib chiqqan qatorimiz ustidan biz 3ta bir nakili ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 1 2 3. Mana 3ta ustunchalarni to'qidim. Endi mana bu joyda ham 3ta ustunchani to'qigandan so'ng o'rtada 2 qatorni tashlab, 3-qator ustidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Demak, mana bu joyda ham bitta 2ta qatorni tashlab, 3-qator ustidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Nakitsiz ustunchani to'qiganimizdan so'ng o'rtada yana 3ta zanjir to'qishimiz kerak. 1 2 3. Mana 3ta zanjir to'qiganimizdan so'ng mana bu nakitsiz ustunchadan keyin yana ikkita qatorimizni tashlab, keyingi qator ustidan bitta nakili ustuncha to'qiladi. Demak, mana bu joyda ham biz ham yana bitta 2ta qatorni tashlab, 3-qatorimiz ustidan bitta nakili ustuncha, keyingi qatorimiz ustidan ham yana bitta nakili ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana bu ikkinchi qismi hisoblanadi. Mana. Demak, mana bu joygacha naqshimizning birinchi qismi hisoblanadi. Keyin esa mana bu 3ta ustunchalarimizdan boshlab mana shu joygacha ikkinchi qismi hisoblanadi. Endi keyingi ustunchamizdan boshlab biz yana qator boshida qay tarzda to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda yana to'qishni davom ettiramiz. Demak, boshida 3ta ustunchalarni to'qigandik. Biz yana 3ta ustunchalarni to'qiymiz. Har bir qatorimiz ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Mana 3ta ustunchalarni to'qidim. Endi o'rtada 3ta zanjir. Mana bu joyda ham mana 3ta ustunchadan keyin 3ta zanjir to'qigandik. Keyingi qatorimiz ustidan 3ta ustunchalar to'qiladi. Demak, yonidagi mana bu qatorimiz ustidan 3ta ustunchalar to'qib chiqaramiz. 1 xuddi mana shu joydan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Xuddi mana shu joydan 3-ustunchamizni to'qiymiz. Mana. Endi ikkita qatorni tashlab, 3-qatorimiz ustidan biz bitta nakitsiz ustunchamizni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda ham ko'rsatib ketyapman bir yo'la, chunki to'qilishi bir xil. Har bir qismning to'qilishi bir xil bo'ladi. Demak, mana bitta nakitsiz ustuncha to'qib olindi. Mana bu joyda ham bitta nakitsiz ustuncha. Nakitsiz ustunchadan keyin yana 3ta zanjir. 1 2 3. Keyin esa o'rtada 2ta qatorni tashlab, 3-qator ustidan bitta ustuncha to'qib chiqariladi. Bitta 2ta qatorni tashlab, 3-qatorimiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingi qatorimiz ustidan ham yana bitta ustuncha to'qiladi. Mana bu endi mana bu joydan boshlab naqshimizning 3-qismi hisoblanadi. Mana bu joygacha birinchi qismi, mana bu joygacha ikkinchi qismi, mana bu joygacha esa 3-qismi. Endi xuddi mana shu tarzda biz yana takroran bir xil tarzda to'qib boramiz. Demak, yana 3ta ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3. O'rtada 3ta zanjir. Keyingi qatorimiz ustidan biz 3ta nakili ustunchalarni to'qiymiz. 1 xuddi mana shu joydan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Xuddi mana shu joydan
uchinchi ustunchamiz ham to'qib chiqariladi. Mana bitta qatorimiz ustidan 3 ta ustunchalar. Endi o'rtada ikkita qatorni tashlab 1 2 uchinchi qatorimiz ustidan bitta naketsiz ustuncha. O'rtada yana 3 ta zanjir. Pastda yana ikkita qatorni tashlab 1 2 uchinchi qatorimiz ustidan bitta bir nakitli ustuncha, keyingi qatorimiz ustidan ham yana bitta nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Mana bu endi naqshimizning mana bu joydan boshlab hisoblaganda naqshimizning 4-qismi hisoblanadi. Mana demak, mana shu tarzda har bir qismimiz bir xil tarzda to'qib boriladi. Yana bir bor ko'rsatib o'taman. Demak, ikkita ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng biz yana 3 ta nakitli ustunchalarni to'qishimiz kerak har bir qatorimiz ustidan. 1 2 3. Keyingi qatorimiz ustidan biz 3 ta bir nakitli ustunchalar to'qishimiz kerak. Undan oldin 3 ta ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng o'rtada 3 ta zanjir, keyingina mana bu qatorimiz ustidan 3 ta nakitli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 1 2 3. Endi o'rtada ikkita qatorni tashlab 1 2 uchinchi qatorimiz ustidan bitta nakitsiz ustuncha, keyin esa yana 3 ta zanjir. Yana o'rtada ikkita qatorimizni tashlab 1 2 uchinchi qatorimiz ustidan bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta ustuncha to'qiladi. Mana endi naqshimizning 5-qismini 5-bo'lagini mana to'qib oldik. Endi yana o'rta qator boshida qay tarzda to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda yana to'qib boramiz. Demak, ikkita ustunchamizdan keyin yana 3 ta ustuncha to'qishimiz kerak bo'ladi. 1 har bir qatorimiz ustidan bittadan, ikkinchi, uchinchi. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi qatorimiz ustidan biz 3 ta nakitli ustunchalarni to'qiymiz. 1 2 xuddi mana shu joydan 3-chi ustunchamizni ham to'qib chiqaramiz. O'rtada ikkita ustunchamizni tashlab 3-chi ustunchamiz ustidan bitta nakitsiz ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir. Keyin esa yana o'rtada ikkita qatorimizni tashlab 3-chi qatorimiz ustidan bitta ustuncha, keyingi qatorimiz ustidan ham yana bitta. Mana 6-bo'lagimiz, naqshimizning 6-bo'lagini ham mana to'qib chiqdim. Yana bir bora ko'rsatib o'taman, mayli sizlarga osonroq bo'lishi uchun. Demak, hozir yana boshida 3 ta ustunchalarni to'qishimiz kerak. Har bitta qatorimiz ustidan bittadan nakitli ustunchalarni to'qiymiz. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi mana bu qatorimiz ustidan 3 ta nakitli ustunchalar to'qiladi. 1 2 3. Yana o'rtadagi ikkita qatorimizni tashlab 1 2 3-chi qatorimiz ustidan bitta nakitsiz ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir. Yana bitta ikkita qatorni tashlab 3-chi qatorimiz ustidan bitta ustuncha, keyingi qatorimiz ustidan yana bitta. Mana sanab ko'ramiz. Demak, naqshimizning har bir bo'lagini mana bu joygacha birinchi bo'lak, mana bu 3 ta ustunchalardan boshlab, demak mana bu joygacha ikkinchi bo'lak hisoblanadi. 3-bo'lak, naqshimizning 3-bo'lagi, 4-bo'lagi, 5-chi, 6-chi va 7-bo'lagini mana hozir to'qib chiqdik. Mana izlab, demak, har bir bo'lagimizning to'qilishi bir xil. Mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qib boramiz. Qator oxirida sizlarga yana bir bor tushuntirib o'taman, qay tarzda qatorimizni tugatishni. Mana qator oxirida naqshimizning oxirgi bo'lagini to'qiymiz. Demak, hozir biz 3 ta ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Har bitta qatorimiz ustidan bittadan nakitli ustunchalarni. Mana 3 ta ustunchalarni to'qidim. Mana bu ikkita ustunchamiz bu oldingi bo'lagimizga tegishli. Demak, 3 ta ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng o'rtada 3 ta zanjir, keyingi mana bu qatorimiz ustidan
biz 3 ta nakiyli ustunchalarni to'qiymiz. 1 2 3, mana 3 ta. Endi ikkita qatorimizni tashlab 1 2 3-chi qator ustidan bitta nakiysiz ustuncha to'qiladi. Keyin esa 3 ta zanjir. Biz qatorimiz oxirida ikkita ustunchalar bilan tugatishimiz kerak. Chunki qatorimiz boshida 3 ta ustunchalar bilan boshlagan bo'lsak, qator oxirini mana bu 3 ta zanjirimizdan keyin faqat ikkita ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir mana hisoblab ko'ramiz, qatorimiz yetarmikin. Demak, hozir 3 ta zanjirdan keyin pastda ikkita qatorni tashlab o'tishimiz kerak. 1 1 2. Keyin esa yana ikkita ustunchalarni to'qishimiz kerak. Demak, hozir yana bir qator yoki ikki qator rezinkasini to'qishim kerak, chunki yana bir qator yetmayapti. Shuning uchun mana bu ipni uzmadim. Mana shu tarzda qatorimiz yetmay qolsa, sizlarda ham agar mana shu tarzda qator yetmasa, demak yana bir necha qator qo'shinglar. Agar ortiqcha bo'lsa, unda bir necha qatorni so'kib tashlashimizga to'g'ri keladi. Menda esa hozir 1-2 qator yetmadi. Demak, hozir rezinkasini yana to'qiyman. Mana qatorni ko'tarishim bitta zanjir. Keyin esa petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan hozir nakiysiz ustunchalarimizni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bir qator to'qidim yana. Endi hozir tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bu o'rtadagi 3 ta zanjirimizdan keyin biz ikkita qatorni tashlab, mana 1 2. Keyingi 3-chi qator ustidan bitta ustuncha to'qiladi, keyingisidan yana bitta. Demak, mana biz uchun mana ikkita qator hozir yetarli. Ikkita ustunchamiz uchun ikkita qator yetarli. Endi mana shu qatorni oxirigacha to'qishimizdan oldin, tugatishimizdan oldin biz bu rezinkasini birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana to'qimamizni orqa tomoniga o'giramiz. Mana teskari tomoni bu. Bu esa old ko'rinishi, bu orqa ko'rinishi. Mana orqa tomoniga o'girib, mana shu chokini birlashtirib olamiz. Mana bu tomondagi birinchi petlamiz ichidan krючогimizni o'tkazib, mana shu petlamizni tortib chiqaramiz. Endi esa keyingi mana bu petlamiz ichidan krючогimizni kirgizamiz. Ikkinchi tomondagi ham mana petlamiz ichidan krючогimizni o'tkazib, ipini tortib, keyin esa birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib olamiz. Keyingi petlalarimiz orasidan ham mana faqat bittadan devorchalarni ilib, mana ikkala tomondagi bittadan devorchalarni ilib, petlalarimizning bittadan devorchalarini ilib, birlashtiruvchi petla bilan to'qib qo'yamiz. Oxirgi petllarimiz ichidan ham krючогimizni kirgizamiz. Birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib, mana endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana old ko'rinishi. Umuman chokimiz bilingani yo'q. Ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana bu old ko'rinishi. Mana endi qatorimizni tugatib qo'yamiz. Qator oxirida hozir aytib o'tgandek, ikkita ustunchalar bilan tugatishimiz kerak bo'ladi. Mana 3 ta zanjir to'qiganimizdan so'ng pastda ikkita qatorni tashlab, keyingi qatorimiz ustidan bitta ustuncha va oxirgi qatorimiz ustidan yana bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu joyda 3 ta zanjirimiz bor. 3-chi zanjirimizga birlashtiruvchi petla bilan bu qatorimizni birlashtirib olamiz. Mana birinchi qatorni to'qib chiqdik. Endi naqshimizning har bir bo'lagini sanab ko'ramiz, nechta chiqqanini. Demak, mana bu joygacha birinchi bo'lak, ikkinchi, uchinchi,
to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi, 10-chi bo'lagimiz, 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi, 15-chi, 16-chi, 17-chi va oxirgi mana 18-chi bo'lagimizni mana to'qib bitkazib oldik. Azizlar, birinchi qatorning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, futbolkamizning old qismiga 9 ta bo'lak to'g'ri keladi, orqa qismiga ham 9 ta bo'lak to'g'ri keladi. Sizlarda boshqacha son chiqishi mumkin albatta. Mana endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, aylanasiga to'qimaymiz. Biz mana shu joyda to'qimamizni orqa tomoniga o'girib, orqa tomondan to'qishni davom ettiramiz. Ikkinchi qatorimiz ham xuddi birinchi qatordagidek to'qiladi. Demak, mana bu zanjirimiz ham ustuncha hisobga kiradi. Shu zanjirimizdan keyin biz yana ikkita ustunchalarni to'qishimiz kerak. Mana keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha va keyingisidan mana 3-chi ustunchamizni to'qib oldik mana. Endi o'rtada 3 ta zanjir. Endi mana bu 3 ta betlali arqamiz ichidan biz 3 ta nakilli ustunchalarni to'qiymiz. 1 2 3. Mana arqamiz ichidan 3 ta nakilli ustunchalarni to'qidik. Endi mana bu keyingi mana bu 3 ta betlali arqamiz ichidan biz bitta nakilsiz ustuncha to'qib chiqaramiz. Yana 3 ta zanjir. Endi keyingi mana bu har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Hammasi bo'lib 5 ta ustunchalar. 1 2 3 4 5. Mana 5 ta ustunchalardan keyin o'rtada 3 ta zanjir, keyingi mana bu 3 ta betlali arqamiz ichidan biz yana 3 ta nakilli ustunchalarni to'qiymiz. 1 2 3. Mana 5 ta ustunchamizdan keyin o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa arqamiz ichidan 3 ta nakilli ustunchalar. Keyingi 3 ta betlali arqamiz ichidan bitta nakilsiz ustuncha to'qiladi, o'rtada yana 3 ta zanjir. Endi yana mana bu 5 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5. 5 ta ustunchamizdan keyin yana 3 ta zanjir. Mana bu arqamiz tagidan, zanjirimiz tagidan biz yana 3 ta nakilli ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi zanjirimiz tagidan bitta nakilsiz ustuncha, keyin esa yana 3 ta zanjir. Keyin esa yana 5 ta ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5. Mana. Yana 3 ta zanjir. Yana mana bu 3 ta betlali zanjirimiz tagidan 3 ta nakilli ustunchalar. Keyingi zanjirimiz tagidan mana 3 ta betlali zanjirimiz tagidan bitta nakilsiz ustuncha, yana 3 ta zanjir, keyin yana mana 5 ta ustunchalar to'qiladi. Mana har bir bo'lagimizning to'qilishi bir xil. To'qilishi juda ham oson. Mana 5 ta ustunchamizdan keyin biz yana 3 ta zanjir to'qiymiz. Keyin esa mana bu zanjirimiz tagidan 3 ta nakilli ustunchalar to'qiladi. Keyingi mana bu arqamiz ichidan bitta nakilsiz ustuncha, keyin esa yana 3 ta zanjir. Azizlar, demak bu ikkinchi qatorning to'qilishi ham sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Aylanasiga qatorimiz oxirigacha
to'qib kelamiz. Mana bu qator oxiri hisoblanadi. Adashib ketmasligi uchun belgi qo'yib qo'ysalaring ham bo'ladi. Demak, qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirida bitta nakitsiz ustunchamizdan keyin 3 ta zanjir va 2 ta ustunchalarni to'qib qo'yamiz. 1 2. Qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu zanjirimizning 3-chisiga birlashtiruvchi peta bilan bu ikkinchi qatorimizni ham birlashtirib olamiz. 3-qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantiramiz. Bu qatorlarimiz ham xuddi oldingi qatorlardagidek yana to'qib boriladi. Zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Demak, yana 2 ta ustunchalarni to'qiymiz. Mana 3 ta ustunchadan keyin qatorimiz boshida 3 ta ustunchalarimizdan keyin 3 ta zanjir to'qiladi. 3 ta zanjirli arkamiz ichidan 3 ta nakitli ustunchalarni to'qiymiz. Mana qator boshida 3 ta ustunchamizdan keyin o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa zanjirimiz, 3 talik zanjirimiz tagidan 3 ta ustunchalar. Mana bu joyda yana 3 ta zanjirli arkamiz bor. Mana shu arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyin yana 3 ta zanjir. Endi mana bu joyda 5 ta ustunchalarimiz bor. Har bittasini ustidan bittadan nakitli ustunchalar bilan to'qiymiz. 2 3 4 5. Mana 5 ta ustunchamizdan keyin 3 ta zanjir. Oldingi qatorda mana 3 ta petlali arkamiz bor, 3 ta zanjirli arkamiz. Mana shu arkamiz ichidan biz 3 ta nakitli ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi arkamiz ichidan esa bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Yana 3 ta zanjir. Keyin yana birin-ketin mana bu joyda 5 ta ustunchalarimiz bor. Har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Mana yana bir bor ko'rsataman. 5 ta ustunchamizdan keyin 3 ta zanjir. Mana bu birinchi arkamiz ichidan 3 ta zanjirli arkamiz ichidan 3 ta nakitli ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi arkamiz ichidan esa faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Yana 3 ta zanjir. Keyin yana 5 ta ustunchalar. Mana sizlar bu qatorni ham qator oxirigacha o'zimiz mustaqil ravishda to'qiymiz. Qator oxirida sizlar bilan yana uchrashamiz. Oldingi qatorlardagidek yana to'qiladi. To'qilishi bir xil. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Qator oxirida mana bu nakitsiz ustunchadan keyin 3 ta zanjir. Keyin esa qator oxirida har doimgidek 2 ta ustunchalar bilan tugatamiz. Bitta 2 ta. Mana 2 ta ustunchani to'qiganimizdan so'ng mana bu qatorni ko'tarish uchun zanjirimiz bor. Mana shu 3-zanjirimizga birlashtiruvchi peta bilan bu 3-qatorimizni ham mana birlashtirib oldik. 4-qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. To'qimamizni mana shu joyda aylantiramiz. Aylanasiga e'tibor bergan bo'lsalaring, aylanasiga to'qiganimiz yo'q. Qator oxirigacha to'qib kelganimizdan so'ng to'qimamizni aylantirib, yana orqaga qaytib to'qiymiz. 4-qatorning ham to'qilishi bir xil, lekin sizlarga yana bir bora ko'rsatib o'taman. Keyin esa qolgan qatorlarni o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz. Demak, mana bu birinchi to'qigan zanjirimiz ham birinchi ustuncha hisobiga kiradi. Ikkinchi ustuncha, uchinchi ustuncha. Mana demak, har doim qator boshida 3 ta ustunchani to'qiganimizdan so'ng 3 ta zanjir to'qiladi. Keyin esa mana bu birinchi mana bu zanjirli arkamiz ichidan 3 ta nakitli ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi mana bu arkamiz ichidan esa biz bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Keyin 3 ta zanjir. Keyingi 5 ta ustuncalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. 1 2 3 4
5. 5 ta ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng 3 ta zanjir to'qiladi. Keyin esa yana mana bu 3 ta zanjirli arqamiz ichidan 3 ta nakili ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi mana bu arqamiz ichidan esa faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Yana 3 ta zanjir. Yana 5 ta ustunchalar. 1 2 3 4 5 ta. Yana 3 ta zanjir. 3 ta petlali arqamiz tagidan 3 ta ustunchalar. Keyingi arqamiz ichidan esa faqat bitta nakitsiz ustuncha, yana 3 ta zanjir. Mana yana 5 ta ustuncha. Keyingi arqamiz ichidan 3 ta nakili ustunchalar, keyingisidan bitta nakitsiz ustuncha, keyingisi yana 3 ta zanjir. Mana izlar qolgan qatorlarning ham to'qilishi xuddi mana shu tarzda bo'ladi. Demak, mana shu tarzda biz qo'ltiq o'yindisigacha o'zimiz uchun kerakli uzunlikda to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana qolgan qatorlarni o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz. Mana qo'ltiq o'yindisigacha bo'yiga 29 sm to'qidim. Men uchun bu yetarli. Sizlar albatta o'zlaringning o'lchamlaringga qarab to'qiysizlar. Endi biz mana belga qo'yib qo'ydim. Mana shu ikkala tomondan qo'ltiq o'yindisini chiqaramiz. Qo'ltiq o'yindisini chiqarib olganimizdan so'ng futbolkamizning faqat orqa tomonini birinchi to'qiymiz. Mana demak, hozir biz birlashtiruvchi petlalar bilan mana bu arqamizgacha to'qib boramiz. Mana bu birinchi ustunchamiz ustidan birlashtiruvchi petla to'qiladi. Keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla. Endi esa mana bu arqamiz ichidan ham bitta birlashtiruvchi petla to'qiladi mana. Birlashtiruvchi petla bilan mana bu arqamizgacha to'qib keldik. Endi 3 ta zanjir to'qiladi. 1 2 3. Keyingi 3 ta petlali arqamiz ichidan biz bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Keyin esa keyingi 5 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan nakili ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Endi har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz keyingi qo'ltiq o'yindisigacha. Mana 5 ta ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng 3 ta zanjir. Keyin esa mana bu arqamiz ichidan 3 ta ustuncha. Sizlarga biroz mana ko'rsatib o'taman asosiy chokimizning to'qilishini. Mana birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalarni to'qidim. Keyingi mana bu arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, keyin esa 3 ta zanjir. Yana 5 ta ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana bu birinchi arqamiz ichidan 3 ta. Mana bu tarzda 3 ta bir nakitli ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi arqamiz ichidan esa bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Demak, keyingi qo'ltiq o'yindisigacha asosiy chokimizni qay tarzda to'qigan bo'lsak, o'ta mana shu tarzda to'qib boramiz. Mana ikkinchi qo'ltiq o'yindisigacha to'qib keldim. Oxirida 5 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi qo'ltiq o'yindisiga dumaloq shakl berish uchun mana bu joyga qiyaroq shakl berish uchun biz ustunchamizni mana bu tarzda to'qiymiz. 3 marta kruchogimizga ipimizni o'rab olamiz. Mana keyin esa mana bu birinchi arqamizni tashlab, ikkinchi arqamiz ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin esa mana kruchokdagi boshidagi ikkita petla ichidan chiqaramiz ipimizni. Keyin esa yana boshidagi ikkita petla ichidan chiqaramiz. Endi mana bu birinchi arqamiz ichidan kruchogimizni kirgizib, ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla qoldi mana kruchokda. Yana ipimizni boshidagi ikkita petla ichidan chiqariladi. Keyin esa yana ikkita petladan, mana oxirida ham ikkita petla qoldi. Mana ipimizni tortib chiqaramiz. Mana shu tarzda mana qiyaroq shakl berdik. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib pastda mana bitta ikkita ustunchamizni tashlab, 3-chi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Keyingisidan ham bitta ustuncha, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana demak, mana bu 3 ta zanjirimizdan keyin o'rtada ikkita ustunchamizni tashlab
ketdik, to'qimadik. Faqat 3 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi yana har doimgidek asosiy chokimizni to'qishni davom ettiramiz. 3 ta zanjir, birinchi arkamiz ichidan 3 ta nakilli ustunchalar to'qiladi. Keyingi arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa yana 5 ta ustunchalar. Mana bu birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustuncha to'qiladi. Ikkinchi arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir, yana 5 ta ustunchalar. Mana shu tarzda mana keyingi qo'ltiq o'yinisigacha to'qib kelamiz. Mana bu ikkinchi tomonda ham 3 ta ustunchalarni to'qidim. Endi 2 ta nakid ilib olamiz kurchogimizga va oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan 2 nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana qatorimizni tugatib oldik. Mana bu tomonda ham mana 3 ta ustunchalar, bu tomonda ham mana 3 ta ustunchalar qoldi. Mana boshida 5 ta edi, endi 3 ta qoldi. Endi hozir biz 4 ta zanjir to'qiymiz. 1, 2, 3, 4. To'qimamizni aylantirib, endi yana o'rtadagi mana bu 2 ta ustunchalarimizni tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan bitta nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Endi yana har doimgidek asosiy chokimizni to'qishni davom ettiramiz. 3 ta zanjir, birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar to'qiladi. 1, 2, 3. Ikkinchi arkamiz ichidan faqat bitta nakidsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa 5 ta ustunchalar. Demak, yana asosiy chok bilan keyingi qo'ltiq o'yinisigacha to'qib boramiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Endi mana bu joyda faqat bitta ustunchamizni to'qiymiz. Boshida 5 ta edi mana bu ustunchalarimiz, keyin esa 3 ta qolgandi. Endi esa faqat bittasini to'qiymiz. Va qator oxirida kurchogimizga 2 ta nakid ilib, oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan mana shu 2 nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana qatorimizni tugatdik. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, keyingi qatorni to'qiymiz. Mana qo'ltiq o'yinisi tomonidan dumaloq shakl berdik. Ustunchalarni qisqartirib, endi bu qatordan boshlab ustunchalar qisqartirilmasdan to'g'ri to'qib boriladi. Demak, mana bu joyda mana faqat bitta ustunchamiz qolganda, mana shu ustunchamiz ustidan bitta ustunchamizni to'qiymiz. Faqat bitta ustuncha. Keyin esa yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. 3 ta zanjir, birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar to'qiladi. Ikkinchi arkamiz ichidan 2 ta faqat bitta nakidsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa 5 ta ustunchalar. Demak, yana asosiy chok bilan qatorimiz oxirigacha to'qib boramiz. Mana endi qatorimiz boshida faqat 2 ta ustunchalar to'qib boriladi. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar, ikkinchi arkamiz ichidan har doimgidek faqat bitta nakidsiz ustuncha, keyin esa 3 ta zanjir va qator oxirida mana bu tomonda ham faqat 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Bitta va oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan ham bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Bu tomonda ham 2 ta ustunchalar, mana qator boshda ham 2 ta ustuncha, keyin esa 3 ta zanjir. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. To'qimamizni aylantirib, mana shu zanjirimiz ham har doim ustuncha hisobiga kiradi. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. 3 ta zanjir. Endi yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. Birinchi arkamiz ichidan 3 ta nakidli ustunchalar. Ikkinchi arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa yana 5 ta ustunchalar. Mana demak, mana endi qator boshida ham mana 2 ta ustunchalar bilan to'qishni boshlaymiz, keyin esa 3 ta zanjir, qator oxirida ham mana 3 ta zanjir va oxirida 2 ta ustunchalar bilan tugatamiz. Mana orqa bo'yin o'yindisigacha mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. Asosiy chokning to'qilishini bilasizlar, shuning uchun to'qilishini ko'rsatmayman.
o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz.